Fohisha ayolning bir og'iz so'zi sababli hidoyat topgan yigitning qissasi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu ibratli video roligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir yigit zino qilish uchun fohishaxonaga bordi. Fohisha ayol bilan uchrashib, birga xonaga kirishdi. Fohisha ziynatlanib, atir sepgach, shunday kalima aytdiki, ishonib bo'lmaydi, ammo u bu kalimani haqiqatdan ham aytdi. Fohisha la ilaha illalloh dedi. Har bir millatning ma'nosini qasd qilmasdan aytadigan kalimalari bor. Bizda bir narsadan ajablansa, yo tavba deyishadi. Ammo maqsadlari Allohga tavba qilish emas. Bu fohisha ham ma'nosini qasd qilmadi. Yigit fohishadan bu kalimalarni eshitgach, qo'rqqanidan qaltirab ketdi. Chunki u buyuk Robbisini esladi. Keyin fohishaga: "Ey falonchi, kiyimlaringni kiyginda bu xonadan chiqib ket", dedi. Fohisha ayol: "Senga nima bo'ldi? Nega unday deyapsan?" dedi. Yigit esa: "Menga buyuk zotni eslatding. Men bu buyuk zotga osiylik qilmayman", dedi. Alloh taolo aytadi: "Ular Alloh bilan biror ilohga iltijo qilmaslar. Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar. Zino qilmaslar. Kim ana shuni qilsa, uqubatga duchor bo'lur." Furqon surasi 68-oyat. Azizlar, bu dunyoda mo'jizalar ko'p. Albatta ularni kuzatib borish uchun ushbu videorolikka like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.